Assalomu alaykum. Anas Blogger kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari 50 ta, 60 ta, 100 ta qo'zi qo'chqor ishqibozi, qo'zi banatdan akalarimizga xudo xolasa eng arzon, eng sifatli Ansor driverlarni xudo xolasa tavsiya qilaman. Bugun hafta kuniga inshaalloh chorshanba, ertaga payshanba, 29-oktyabr. Sodiqin Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan Nodirbek akamiz driverlarni xudo xolasa obzorini qilamiz akalar. Pichoqlarni ko'rib turibsizlar, tiqilish, boshqasi to'xtab qolishi inshaalloh bo'lmaydi. 3 qator, 4 qator pichoqlari bor ekan, xudo xolasa eng sifatli, arzon narxda yetkazib berish xizmatlari O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor akalar. Mana shu akalar pastda quyida raqamga qo'ng'iroq qilishaveradi. Ya, promo o'zingizga chiqsin. Mana shu raqamga xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Chorva mol qo'y kerak bo'lsa ham xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Narxlar nech puldan Nodirbek aka bo'ladi? Monolarni. Narxi 3 kilovatligi 2.600.000 so'm. 3 kilovatlar bular 3 mi hozir mashinalar? Mana ular 3. Aha. 3 kilovatligi 2.600.000 so'm, 4 kilovatligi 2.800.000 so'm. Xohlasa 4 burchak bunker, xohlasa yumaloq bunkerdan beradi. 3 kvadrat, xohlasa unisidan olasa, yumolog'idan olasa 3 burchakdan. Mana akalar xudo xolasa Setkalar yonboshdan tushadi, bunker bo'shab o'tirilmaydi. Yonboshdan tushadi. 4 setkasi bor. Eng sifatli, eng arzon xudo xolasa 705 dastlabkasi mutlaqo bepul. Sizlar ularga 200 ming qo'shib berar ekan deb bunaqa qilmanglar. O'sha narx dastlabkani ichidami aka? Dastlabkasi ichida 2.600, 2.800. 2.600, 2.800 xudo xolasa akalar mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib, bitta like bosib, Anasxon mana shunaqa narsa yangiliklarni chiqarib, biz tomosha qilib, maza qilyapmiz. Gaziga bosib, like, pis urib ko'rasizlar akalar.